Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun yana bir dehqonimiz bilan bir suhbatlashmoqdamiz. Dehqonimiz mana bugun 31-mart tarvuzga tayyorgarlikni boshlab yuborishdi. Yaqin kunlarda tarvuz urug'larini o'sha yerga qadashar ekan, tayyor ko'chatlar yordamida batafsil ma'lumotlarni hozir dehqonimizning o'zidan to'liq ma'lumotlarni olib, video davomida ko'rib o'tasizlar. Mana jarayonlar boshlangan. Hormanglar. Aka, hozir siz qaysi jarayonlarni amalga oshiryapsiz? Bu yerga nima ekmoqchisiz? Xudo xolasa bugun tarvuz ekmoqchimiz. Kilyonka tortishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Nega kilyonka orqali ekmoqchisiz, aka? Issiqlik ko'proq bo'ladi, rivojlanish tezroq bo'ladi. Ya'ni hosilni siz tezroq olmoqchisiz. Tezroq pishirib, shu hosil tezroq topshirmoqchisiz. To'g'rimi, aka? Aka, sizga savollarim bor. Ya'ni hozir siz tarvuzni ekishda aynan nimalarga e'tibor beryapsiz? Yerni bu tayyorlashda, texnik ishlarni, agrotexnik ishlarida nimalarga qattiq e'tibor beryapsiz, aka? Mana go'nglaymiz, arig'ini o'g'itlaymiz, xudo xolasa. Go'nglashdan maqsad nima, aka? Go'nglashdan maqsad o'g'itni yerda kuchaytirib beradi, xudo xolasa. Sababi nimaga, aka, aynan bu tovuq axlatdan go'ngidan foydalandingiz? Yerda qizdiradi, kuchaytiradi, xudo xolasa. Tarvuzga oziqa bo'lib qoldi-da. Aka, bu shundan foydalanadi. Xudo xolasa endi o'sha bugun 31-mart ishlarni boshlab yuboribsizlar, aka. Ekishni qaysi vaqtga mo'ljallayapsiz, aka, urug'larni ekishni? 5-aprelga xudo xolasa ko'chat tayyorlaganmiz. Ko'chatimiz o'sha 4-chi quloqni chiqazyapti. Siz demak tayyor ko'chatlarni olib ekyapsiz. Aka, bu sug'orish tizimini qanday qilmoqchisiz, aka? Sug'orish ariqdan xudo xolasa samotok suv keladi, katta ariq bor. Ariqdan sug'oriladi. O'zi demak siz shu ariqlardan sug'ormoqchisiz. Aka, bu tomchilatib sug'orish orqali yoki yomg'irlatib sug'orish orqali qilib ko'rmoqchimisiz, ha? Endi xudo xolasa suv tanqis bo'lyapti, kelajakda bo'lsa bo'lib qolar shunaqasi. Hali ularni ham yo'lga qo'yasiz, xudo xolasa. Rahmat, aka. Aka, bu o'tgan yili ham shu tarvuz bilan shug'ullanganmisiz, yo'qmi? O'tgan yil har yili. Har yili, ha? O'tgan yil qancha daromad ko'rgansiz, agar sir bo'lmasa, akajon? Xudo xolasa 1 gektar 10 so't ekib 100 millionlik daromad qilganmiz. Dehqonchiligingizga baraka bersin. Aka, oxirgi savollarimdan o'tgan yili sizni tarvuz ekib qilgan xatoyingiz bormi, yo'qmi, aka? Xato deganda qanaqa? Shirasiga qarab tursangiz bo'ldi. Shira qiynaydi, yomg'irdan keyin. Yili mana hozir suv ham tanqis bo'ldi. Tarvuz juda ko'p suv ichadi. Suv kelib tursa, xudo xolasa qiyinchiligi yo'q. Rahmat, aka. Endi oxirgi savolim, aka, bitta shu tarvuz, qovun ekayotgan dehqonlarimizga o'zingizni bitta tavsiyangizni berib o'tsangiz, aka. Xudo xolasa mana eksa bo'ladi, daromadi yaxshi, rasxod sal kamroq. Bitta ular uchun o'zingizni fishkangiz bo'ladi-yu, aka, hech kimga aytmaydigan dehqon siri. O'sha siringizni biroz aytib o'tsangiz, aka, dehqonlarimizga. Yaxshi daromad olish uchun siz nima yo'l qilib ko'rasiz? Qolgan dehqonlardan farqli. Asosan dorida-da gap, aka. Misol 2 marta karbamid beramiz, 2 marta selitra dori beramiz boshida. Karbamid palakka, selitra hosiliga. Shunda adashmasa, sug'orishda adashmasa, tarvuz zo'r bo'ladi. Aka, o'zingizning tavsiyalaringiz uchun rahmat. Dehqonchiligingizga baraka bersin, aka. Bizda nima xizmatlar bo'lsa, ilmiy tomondan ham albatta yondashib ko'rishingizni so'rab qolaman, aka. Tajriba birinchi o'rinda muhim. Ilmiy tomondan yondashganlik ham albatta hozirgi paytda eng rivojlanib borayotgan bu ilmiy tomondan yondashgan deb o'ylaymiz, aka. Rahmat, salomat bo'lasizlar.